Ahmetcan başını tuttucu mu? Assalamu alaikum. Dünyanın her kaçları yaşayatkan muhterem vatandaşlar hemmanlarga Allah'ın selamı, rahmet olsun. Hidayetlerine hoş geldinler. Biz Xitay müstemliksideki asaretinin destinden ictimai hayatımız, siyasi faaliyetlerimiz ve insani tallaşlarımızdan tartib her taraflama tosqunluqqa uçqıgan Xitayning bir tutaş baskısı ve kontrollük aslında haqiqatni bilishdan, ecdatlarımızga ulaşışdan, tariximizning asli mahiyetini tushunishdan ve izlenishdan köp taraflama mahrum qoldirilgan bir millat bo'lishimiz bilan bugunga qadar bu sohada sağlam bir manbalik ekran yüzden taqdim qilingan bir darsga ulaşamayı kelgan edik. Allah'ın rahmeti bilan biz chiqib tirishdik. Başka qarindoshlarning nurg'un qarindoshlarning bu haqda himmat qilib nasib bo'lmadi. En ahirda Allah'ın rahmeti bilan mushu sohada izlanayotgan yosh tadqiqotchi Nuriddin Izbasar qarindishimizniki himmat qilish bilan bu planimiz ahiri ro'yobga chiqqan bo'ldi. Shu munosabat bilan butun do'stlarga taqdim qilib qo'yishini, ya'ni tavsiya qilib qo'yishini, yetkazib qo'yishini, texnik ko'p qarindoshlarning manfaatlari bo'lib qolish uchun hammadan o'rtaq bir manbalangan chog'da o'rtaq fikr kelish ehtimolligimiz yuqori bo'ldi. Mana shu haqiqat nuqtasidan bu darsni bir-birimizni tavsiya qilib qo'yish orqali ko'proq insonlarimizning manfaatlari bo'lib qolishini alayda tavsiya qilamiz. Programımız hazır başlandı. Bu aralıkta başka qarindoshlarga yetkazib qo'yishni istasanlar Facebook'ningki konu sahifasi taqilib qoldi. Yangi sahifa ochdik. Shuningga do'stlik chambrisi qo'shilib olgan bo'lsangiz yaxshi bo'ladi qarindoshlar. Hozir programmamizni boshlaymiz inshaalloh. Ekranımızda Nuriddin İzbasar kardeşim. Selamun aleyküm. Nuriddin efendi. Selam Ahmetcan. Amagay siz hammalarning turmush eleşilikka aldirash o'zininki mashg'ulotlari bo'ldi. Bo'layotirdi. Sizning ham shunday. Ya'ni hech kimning ekstra vaqti yo'q bir vaqtda haqsiz bir şekilde xalqimizning manfaatini qilish, Alloh sizga ato qilgan ilmning zakatini berish maqsadida himmat qildingiz. Ko'p rahmat. Tarix hakkında biz fakat uydurum tarixlarda uçqaşqanlığımız tüpeyildən oxşamagan mənbələrni siliştiriş və onundan haqiqati uluş doğrusudan ait bir cəfa müşəqqətli yolu olğanlıq üçün cıqlarımız vaz keçkən ta ki yaxşı tarix tapqan çağda əndin oxuy boldu deb beşimizdən aylandırıb atqan vaqəliklərimiz, şeriyalarımız əlbəttə bo'lishi mumkin. Cümleden benim şundaq, ben bir qancha tarixiy kitoblarni o'qish orqali axiri bu ishni zaten sizdan vaz kechdik, ya'ni zaharlanib qolmaslik umidi bilan. Xo'sh, bugun sizning taqdim qilishingizni inshaalloh tarix haqida yangi bir bab ochamiz, ya'ni ilmimizni maktab muarifida, sog'lom bir muarifda bu sohada izlanish nimasidan mahrum qolgan qarindoshlar uchun bir fursat xarakter dars bo'lib qolishini Janob Allohdan so'raymiz. Marhamat, gap sizga, so'zni sizga berdik. Marhamat. Bu rahmat Ahmetcan. Bizni ekran beshida ko'rayotgan bütün qarindoshlarga assalomu alaykum tekrar. Hammalarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Endi 2018 yılının ahırından başlap bu deymi Ahmetcan şu programda tarih programı kılaylı davat kılaylı hesapta 4 yılın artı vakit tuttu. Ama bilimimizin çekikliği, seviyemizin tövelleki sebebinin
ekran yüzüge çıkışqa cesaret kılamadık bundan cep aytganda. Çünkü tarixni sözlep çıkış hakikaten kıyın bir iş. Şimdi şu anda günümüzde hem seviyemiz uncha yuqori bo'lmasa-mu, milletimizning beşiği kilovatkan bu ig'ir külpetler bilan birlikte xalqimizning o'zimizning tarixiga bo'lgan qiziqishi ve bu jihatdagi izlanishlarninki kuchayganligini ve yangilanganligini his qildim. Ma'lum mezgil Sharq Turkiston meselesi tüpeyli to'xtab qolgan izlanishlar yangidan o'tirg'i chiqyapti tarix munosabatlik. Şuna meni tunji qitim ko'rgan, ekranda ko'rgan qarindoshlarga o'zimni bir tunishtirib o'tay. İsmim Nurettin İzbasar. Bakalavrlikni Uyg'ur tili edebiyotida, magistr aspirantlikni tarixda ve doktorlikni o'xshashli tarixda o'qidim. Asas mening tarixiy soham İslamdan keyingi umumiy Türk tarixçiliği, İslamdan keyingi Türk tarixi ve bunun bu hususda mı Sharq Turkistonninki tarixi asasen meninki izleniş yerlerim. Magisterlik makalemde Yarkent Xallığı bilen münasebetli bir Çağataycı eserninki işlenişini kıldım. Bunun asasen Yarkent Xallığının tarixini tetkik qilish. Anda hazır doktorluktaki makalemde yine Yarkent Xallığı'dan burunki Oyratlar bilen Çağatay Xallığı ve başka Xitaylarninki üç bolonluk münasebetiga dair tetkikatlarını kılıp ben. Çünkü vatanımızdaki en mühim tarihi bir basqıçı bolgan Jungarlarninki vatanımızga işgal kılıp kirişi ve Yarkent Xallığı'nın emirlişi Sharq Turkiston tarixi noktasıdır mı mühim bir jarayan bolganligi uchun o'zimni shunchalik qisqa tunishtirib o'tgandan keyin endi bu tarix meselesi de nurg'un tarix kitapları yazıldı, nurg'un tarixiy tadqiqotlar elib berildi dünyada bulup mu Avrupa'da 19. asırninki 5'den başlap tarix tadqiqoti yeni bir bosqichga ko'tarildi. Onun aldıda klasik manada tarix kitaplarını yazış ve okuş şekillengen bolsa 19. asırdan keyin bu sanat inqilablarından keyinki devirde ijtimoiy fanlar bilan tabiiy fanlar birlikte intayin tez sur'atda taraqqiy qildi Avrupa'da. Ve Avrupalıqlar bizning tariximizni o'z ichiga olgan asosda oxirgi 250 yilda tarixiy tadqiqotda nurg'un yuqori seviyalik tadqiqot natijalarini o'tirg'i chiqardi. Buningki bazı siyasi neticeleri ve başka siyasi maqsadlar bilan qilingan tarixiy tadqiqotlarning sirtidimi yana nurg'un tarafsiz elib berilgan akademik tadqiqotlar var. Amerika'da ve Avrupa'da bu iş nihayetde yuqori seviyede elib berildi. Ama bizga o'xshash vatani ishg'ol qilingan bulupmu ideologiyalik jihatdan intayin radikal bir tushunchaga sahip bo'lgan kommunist hokimiyatning ishg'oli bo'lgan Turkistonning g'arbida ve sharqida hem Sharq Turkistonda hem G'arbiy Turkistonda tarix metodologiyasi, tarixning akademik uslubda tadqiq qilinishi ig'ir bir şekilde cheklanib keldi. Gerçi G'arbiy Turkistondagi cumhuriyetler mustaqil bo'lgan bo'lsa-mu, u yerda haqiqiy ma'noda bir yüksek seviyede akademik tadqiqotlarninki kültürü şekillenmedi. Bizning vatan texim o'kaynida. Bizning vatanda Xitoylarning bir davlat doktrini bulup süpürülen tarix intayin çoğun besim içinde bir şekilde ilgirilip mağdı. Ama yani şu ağır vaziyette mi turgun almaz qo'xshash, başka tarixçilerimiz qo'xshash, nurg'un tarixçilerimiz yetişip çıkıp xalqimizga, vatanimizning avlodlariga o'zimizning tarixini bir şekilde Lakin bu tarih düşündürülüşte dünyanın akademik seviyesi ve akademik literatürününki seviyesiga qaraganda bizning vatandagi tarix literatürü, tarix tadqiqotning metodlari ve usulleri o seviyeye yetenmedi. Bunun asas sebebi bizning tirishmasligimizdan ziyade vatanimizdagi ishg'ol vaziyeti ve bu ishg'oldan kelib chiqqan Xitoyning vatanimizga qarata elib borgan tarix doktrini sababli bo'ldi bu. Çünkü Xitaylar hemimiz kichik vaqtimizdan anlab cho'ng bo'lgandek vatanimizdan o'zining azaldan tortib o'zining ziminida shu propaganda bilan dunyoga ve bizga tushuntirib kelganiga o'xshash bizning vatanimizdagi tarixiy asarlarning tadqiq qilinishiga yo'l qo'ymaydi. Masalan, Ürümçidagi muzeyxonalarda chirib ketgan nurg'unlagan tarixiy asarlar mavjud. Qashqarda men o'z ko'zim bilan ko'rgan bir manzara bor. Shu Çağataycha yozilgan, Çağatay qo'l yozmada yozilgan Arabcha, Farscha ve Çağataycha
yazılgan nurgun eserler çürüp gitip diken iş kaplarının içinde. Ya onu tetkik kılıp koymadı ya bir yer ecik kılıp koymadı. Bu şekilde fakat 19. əsrin ahiri 20. əsrin başında vatanımızda elip çıkıtılgan tarihi vesikalar bizninki tarihimiz yurtup bir işte bek mühim emdi. Şuna yığıncaqlap etqanda hem chet elde hem vatanımızın içinde nurgun tarihçiler yetişip çıkan bolsumu ama bizden aramızda bulup Uygurca yazılgan tarih kitaplarının içinde bir akademik tarih metodu şekillenmegen bolganlygy üçün intaynelik parça bir tarihi kitaplar yazılıp geldi ve bu bir akademik ölçemge silinmay kaldı bizde tarih yazılışı. Şunda bu Uygurca eserlerde köpünçü vaxtıda akademik seviye ve akademik ölçem töven